Ja'far ibn Muhammad meni mulkimdan malomat qilibdi. Meni oldimga olib kel. Agar men uni qatl qilmasam, Alloh meni qatl qilsin dedi. Mana Ja'far al-Mansur xalifa Ja'far as-Sodiqni qatl qilishini qasd qildi. Men Ja'far as-Sodiqni topib, xalifaning yoniga chaqirib keldim. Mushkulani sezgandek tahorat oldi, xuddi o'limga tayyorlangandek kiyindi va yetalab kelar ekanman, nimalarni deb pichiradi, so'zini tushunmadim. Kelib Amir al-Mu'mininning huzuriga kirishga izn so'radim. Xalifa uni olib kir dedi. Keyin yana agar men uni qatl qilmasam, Alloh meni qatl qilsin dedi. Ja'far as-Sodiq majlisga kirdi, xalifaning majlisiga. Kirishi bilan xalifa shart o'rnidan turdida, shoshib Ja'far as-Sodiqning oldiga keldi. Qo'lidan yetaklab o'zini majlisiga ko'tardi. O'tkizib, muloyimlik bilan yuziga tikilib turib, "Xush kelibsiz, xiyonatdan pok, toza inson, meni akam, meni amakimning o'g'li" deb o'ziga yaqin qildi. Yuziga tikilib turib, "Nima hojatingiz bor ayting, bajaramiz" dedi. Qalblar birodarlar Alloh taoloning qo'lida. Qalblar Alloh taoloning qo'lida. O'ldiraman deb turgan xalifa kelishiga qilayotgan munosabatini, muomalasini ko'ring. Ja'far as-Sodiq o'zi uchun hech narsa so'ramadi. Makka va Madina ahlini maoshlari kech qolganligini aytdi. Bajaramiz dedi. So'ngra buyurdi, bir joriyaga shishada juda bir qimmatbaho atirni olib keldi. Xalifa olib o'zi qo'li bilan surtib qo'ydi va ketishga ruxsat berdi. Ja'far as-Sodiq chiqib ketdi. Kimi boshidan esi uchdi? Ja'far as-Sodiqni yetalab kelgan kishini orqasidan yugurib chiqdi. "Ya Rasulullohning o'g'li, xalifa sizni qatl qilishida shubham yo'q edi. Ha, buni o'rniga sizga ikrom ko'rsatib chiqardi. Kelayotganimizda bir narsalarda pishirordingiz. Nima dedingiz?" dedi. Ya'ni nima deb duo qiluvdingizki, sizni o'ldiraman deb turgan xalifa sizga izzat ikrom ko'rsatib chiqardi. Ja'far as-Sodiq aytdi: "Ey Robbim, qancha ne'matni menga ato qilding, unga shukr qilishim oz bo'ldi. Qancha balo bilan meni sinading, unga mening sabrim oz bo'ldi. Ey, ne'matlariga shukrim oz bo'lsa ham ularni man qilmagan zot. Ey, balolarga sabrim oz bo'lsa ham meni xor qilmagan zot. Ey, ma'siyatlarim uchun meni sharmanda qilmagan zot. Ey, sanoqsiz va tuganmas ne'matlarning egasi. Ey, bitmas tuganmas ma'ruflarning egasi. Dunyoyim bilan dinimga yordam ber. Taqvo bilan oxiratimga yordam ber. Bilmagan narsalarimdan meni saqlagin. Mening nafsim istayotgan narsaga meni tashlab qo'ymagin. Ey, gunohlar zarar qilmaydigan, kechirishlik mulkini kamaytirib qo'ymaydigan zot. Senga zarar qilmaydigan narsada meni kechirgin. Seni mulkingni kamaytirib qo'ymaydigan narsani ato qilgin.